Avir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi 2107 mashinasi 2011-yil injektor motorda bo'ladi akalar. Mashinaning holatlari zo'r holatda, mo'yka qilinmaganiga e'tibor bermaysizlar. Akamizga pul srochni zo'rlagan, to'g'ri olib ketdilar. To'rtta yaxshi baloqli qo'yilgan, balon holatlari ham yaxshi holatda, salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Akalar, to'rtta eshik shumka qilingan, salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Mashinaga yaxshi chexol, ko'ri polli solingan, magnetofon kolonkalarga ham bor ekan, temir gaz ballonli uстановка qilingan. Bitta ikkita shunaqa metinali qilingan ishlar bor ekan. O'zining uchun buni ham tug'iladi, qarab olsangiz zo'r holatda keladi. Kuzov holatlari zo'r holatda turibdi. Motor, korobka, hadov qismlaridan hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Texnik holatiga javob beraman deyaptilar. O'zining uchun buni ham tekshirib, prerik qildirib olasizlar. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, tomdan pastiga roziman. O'zi uchun yana tekshirib, prerik qildirib olaylik deyaptilar. Buni ham o'zining uchun tekshirib, prerik qildirib olasizlar. Biz ham egalaridan olingan ma'lumot to'lig'icha sizlarga yetkazib beramiz. Qolgan ma'lumotni o'zlaridan olishingiz mumkin. Bu mashinamizni akamiz bilan to'g'ri tortishib $3150 tushirib qo'ydik.